Git işin git. Domla, hamma aytgan ishlaringizni qilib o'ylaylik, uy qurdik, bahomiz qo'yib bering, ha? Endi jam olib, hali remont tugamadi. Bu uylar remont qilib, ikkinchi qavat ham ko'tarish kerak. Keyin bahoni o'ylab ko'raman. Tushundingmi? Ochil domla. Ochil domla. Ha! Yana bittasi keldiki. Bunisiz. Baholar qo'yilmabdi. Familiyangizmi? Qalandarov. Ha, Qalandarov. Ha, darsga kelish kerak-da, kiymabsiz shu yerda. Keldim-ku mana. O'qishga boring, o'qing. Achlikni bo'lgan. Menga qarang domla, gapni cho'zmang. Yaxshilik chalqisa qilaylik, bo'lmasa kuch ishlatsa majbur bo'laman. Kuchingiz ko'pmi? Ha, ko'p. Aytdim size kuchim ko'p deb. Malades, shunday harakat qilsang 5 olasan nasib bo'lsa. Zo'r bo'ladi, ana ularga yordam ber yugur. Buxoro Innovatsiyalar universitetida endi dual ta'lim bor. Ham o'qiysan, ham ishlaysan. Dushanbadan jumayacha 5 kun ishlaysan, 1 kun shanba kuni darsga borasan. Qolgan vaqtlar sun'iy intellekt ustoz telefoningda istalgan vaqtda, istalgan joyda senga darslarni moslab dars o'tadi. Buxoro Innovatsiyalar universitetida kontragi 10 million so'm yiliga. Tushunayapsanmi? Bunaqa model hol O'zbekistonda yo'q umuman. Domla, shu yoqqa o'zingiz ishga kirsangiz bo'lmaydimi? Qayni bacham, mani Shomid davla. Bo'lmasa o'zim bilaydim.